agentligi. Aziz farzandlarim, hurmatli ustoz murabbiylar hamda muhtaram ota-onalar. Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il-qizlarimiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqdalar. Sondimda o'sha qo'llarni yoshligimga qaytgim keladi. Olislardan chorlar bir nigoh qaydolmasam Kıvrılan değişiyoruz. Umrimizning zar lahzasi xayr alvido. Yoshligimiz sarlavhasi maktab alvido. İlk sevgimiz chamazori gullari allo. Xayr alvido maktab alvido. Bolalik chog'lari jaranglaydi